Ayol bahor, go'zallik, yaratuvchilik timsoli. Ular bor ekan, oilamiz charog'oni, yurtimiz farovon. Xalqaro xotin-qizlar kuni bayrami bahorning ushbu ilk ayyomi barchamizning qalbimizga xushnudlik, iliqlik, quvonch, orzu, umidlarni olib kirdi. Viloyatimizda ham nafosat malikalarning ayyomi munosib nishonlandi. Ayolni ulug'lash oilani, vatanni, hayotni ulug'lashdir. Xalqimiz azal-azaldan onaga, ayolga yaratganning tengsiz mo'jizasi deya ehtirom ko'rsatadi. Shu bois xotin-qizlar bayramining shukuhi hamon davom etmoqda. Hech bir sohani ayollarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ayniqsa eng ulug' kasb o'qituvchilikda ularning o'rni alohida. Ular o'zlarining fidoyiligi, halol mehnati bilan barchaga o'rnak bo'lib kelishmoqda. Bayram munosabati bilan viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan yoshlarga ham bilim berib, ham hunar o'rgatib kelayotgan ayollar e'zozlandi. Andijon shahridagi tantanalar saroyida bo'lib o'tgan tadbirda ular sha'niga she'rlar aytilib, qo'shiqlar kuylandi. Dunyoda ayol borki mazmun bor, muhabbat bor, avlodlar davom etadi. Mana shunday bahor ayyomlaridan, bayramlardan biri Xalqaro xotin-qizlar kuni diyorimizda keng nishonlanmoqda. Jumladan viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi tizimidagi ayol xodimalar uchun bayram dasturi bugun tashkil etilmoqda. Tadbirdan ko'zlangan maqsad opa-singillarimizga bir ehtirom ko'rsatib, ularni davlatimizda, jamiyatimizdagi tutgan o'rnini hamda nafaqat o'rni, onalik, o'z kasbiga fidoyiligini bir qator ulug'lash hamda ularga kuch-quvvat, yaxshi kayfiyat bag'ishlashda bugun niyat qilganmiz. Viloyat kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish boshqarmasi tizimida bugungi kunda 1600 dan ziyod xotin-qiz pedagog sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. 15 mingga yaqin qiz esa ta'lim oladi. Men bugungi tadbirdan juda ham xursandman. Mana biz boshqarmamiz tomonidan ayollarimizga tadbir o'tkazib berilmoqda. Bu tadbirda juda ham katta sovg'alar bilan, mukofotlar bilan tayinlandi. Shu munosabat bilan tadbir ishtirokchilarini hammasini bayram bilan tabriklab qolaman. Bayram so'ngida o'quv yili davomida samarali mehnat qilgan xotin-qizlarga boshqarmaning esdalik va qimmatbaho sovg'alari topshirildi.